2025 Chevrolet Tracker zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va qulay haydov tajribasi bilan yangi avlod avtomobillari orasida alohida ajralib turadi. Ushbu crossover birinchi qarashdayoq o'zining sport uslubidagi tashqi ko'rinishi bilan e'tiborni tortadi. Old qismidagi katta radiator panjarasi, zamonaviy LED faralari va agressiv bamper dizayni unga yanada premium ko'rinish beradi. Shahar ko'chalarida ham, uzoq safarlarda ham Chevrolet Tracker o'zining qulayligi va ishonchliligi bilan haydovchilarga yoqadi. Avtomobilning ichki qismi ham juda zamonaviy tarzda yaratilgan. Keng salon, yumshoq o'rindiqlar va yuqori sifatli materiallar haydovchi hamda yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfon bilan tez va oson ulanish imkonini beradi. Shuningdek, avtomobilda USBportlar, Bluetooth va ovozli boshqaruv kabi foydali imkoniyatlar mavjud. 2025 Chevrolet Tracker kuchli va tejamkor dvigatel bilan taqdim etiladi. Turbo motor avtomobilga tezlanishda yaxshi natija beradi va yonilg'i sarfini kamaytiradi. Shu sababli bu model kundalik foydalanish uchun ham, oilaviy sayohatlar uchun ham ideal tanlov hisoblanadi. Yumshoq osma tizimi yo'ldagi notekisliklarni sezilarli darajada kamaytiradi va haydovni yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Tracker zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomatik favqulodda tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish funksiyasi, orqa kamera va parkovka sensorlari haydovchiga katta yordam beradi. Bu funksiyalar ayniqsa katta shaharlarda harakatlanishda juda foydali hisoblanadi. Bagaj qismi ham yetarlicha keng bo'lib, oilaviy safarlar yoki kundalik xaridlar uchun qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar bukilganda esa yanada katta yuk joyiga ega bo'lish mumkin. Chevrolet Tracker yoshlar, oilalar va zamonaviy texnologiyalarni yaxshi ko'radigan insonlar uchun juda mos avtomobil.